Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Ayol kishi sochini oldirsa bo'ladimi debdilar. Ayol kishi sochini qisqartirsa bo'ladimi degan savolni nazarda tutadigan bo'lsalar, biz bundan oldin javob berdik. Ayol kishi sochini, ya'ni qisqartirishligi, masalan, kesishligi, ya'ni bu narsa hojat bo'lsa joiz. Ya'ni masalan, eri uchun chiroyli bo'lib ko'rinish uchun va har xil turmaklar qilsa, o'zini kofirlarga o'xshatmagan holda albatta sochni qirqib har xil turmaklar qilsa joiz. Ummahatul mu'mininlar Rasulullohning vafotlaridan keyin rivoyat qilingan, sochlarini qirqib yurishardi. Ba'zi rivoyatlarda yelkasigacha, ba'zi rivoyatlarda qulog'i bo'ynigacha deb rivoyatlar kelgan. Biz batafsil oldin javobini aytdik buni. Bu mavzuga ko'p to'xtalmoqchi emasman. Ammo sochni ayol qirdirib olishligi joizmi degan narsa bo'ladigan bo'lsa, bu tag'yir xalqillahga kiradi. Allohning xilqatini o'zgartirishga kiradi bu. Buni zarurat holatisiz qilinmaydi. Zarurat holatiki, masalan, ayol boshi masalan yara toshib ketdi, bir narsa bo'lib, sochni oldirmasa bo'lmaydi. Iloji yo'q, olinadi. Yoki ayol sochi masalan bitlab ketdi, to'g'ri bo'lmaydigan darajada, unda olib tashlanadi. Yoki ayol boshida masalan bir jarrohlik amaliyot qilinmoqchi, olib tashlanadi. Yoki hijoma qilinish uchun ma'lum bir joyi olib tashlanmoqchi, olib tashlanadi. Bu zarurat holatlari. Zarurat holatlari uchun ayol kishi sochini hammasini oldirib tashlashligi ham joiz. Lekin zaruratsiz bu narsada o'zi aslida qilmasa ham kerak hech kim. Shunda o'zidan o'zi bir mana kofirlar qilmasa, musulmon odam shunda o'zidan o'zi bu ishni qilmaydi. Ayol kishiga shuning uchun bu nojoiz. Allohning xilqatini o'zgartirishga kirib qoladi. Alloh alam.